Assalomu alaykum. Bizga hamkor bo'lgan do'stlarimiz, yana bir yangi loyihamizni yakunlash arafasida turibmiz. Inshaalloh topshirish arafasidamiz. Yangi loyiha deganimiz sababi bunaqa holatdagi maxsus temir qoliplar hozirda Rossiyadan yoki Turkiya davlatidan buyurtma asosida keltiriladigan maxsus temir qoliplar bo'ladi. Toshkent shahridagi Durable Stone degan kompaniya bilan shartnoma imzolaganmiz. Bular betonokonstruksiyalik yig'ma binolar, sanoat hududlari uchun betonokonstruksiyalik yig'ma binolar qurish bilan shug'ullanishadi. Hozirda shular bilan shartnoma qilganmiz. Bular avval Turkiya davlatidan maxsus buyurtma asosida keltirilgan qoliplarni bizga ishonib topshirishdi. Mana alhamdulillah, mana 1,5 oy bo'ldi. Yakunlab mana bugun yuklash holatiga keltirdik. Xo'p, maxsus temir qolipimiz betonokonstruksiyalar uchun beton to'sin deydi. Beton to'sin, ya'ni perimichkalari. Bu qolipni uzunligi hozir mana shu turishda 4 tasi birlashtirilgan holatda 40 metrni tashkil qiladi. Endiga 240 bo'ladi. Xo'p, bundan bir kunda 300 metr, ya'ni bir smenada 300 metr premichka, beton premichkalarini ishlab chiqarsa bo'ladi. Xo'p, ya'ni 2 smenada demak 600 metr premichka ishlab chiqarsa bo'ladi. Yana nima deyishim mumkin? Bu joyda buni maxsus manaqa stollar bo'ladi. Stollar qo'yiladi bularda. Buni kolonnalar bo'ladi, yig'ma binolar shundan ishlab chiqariladi. Xo'p. Buni og'irligi hozirgi holatda 22 tonna, 4 tasini birlashtirganda 22 tonna chiqadi. 2 smenada 600 metr perimichka ishlab chiqarsa bo'ladi. Bizga hamkor bo'lgan do'stlarimizni shunaqa qoliplar, murakkab turdagi qoliplarni bemalol bizga zakaz qilsa bo'ladi. Muddatda inshaalloh yakunlab topshirishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.